Assalomu alaykum do'stlar. Mana yana bir go'zal xizmatimizni o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Bu go'zal xizmatimizda faqatgina oq-tunukalarımizdan foydalangan holda o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Ko'rishingiz mumkin, mana tiya shapkalari juda ham go'zal holatda qilib bitirib berilgan. Afshkalari ham yopilib go'zal holatda. Choch stanolarimizni ham qo'yib berganmiz. Choch stanolarimiz faqatgina mukri rangda. Mana dorixonalar ham oppoq tunukalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, quyidagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Telegram va WhatsApplarimiz ham bor. Musofirda bo'lsangiz ham bemalol bog'lanishingiz mumkin. Azizlar, eslatib o'taman, joyning kvadratdan tunikaning kvadrati ko'proq ketadi. Chunki tunikaning ustimiz qatirilishi, bukilishi, qayrilishi shular ham bor. Shularni ham inobatga olib qo'yamiz. Azizlar, mana bu dorixonalarni ham ko'rishingiz mumkin. Bu dorixonalar ham faqatgina oq tunikalarimizdan foydalangan holda juda ham go'zal holatda qilib bitirib berganmiz. Azizlar, yana bu xizmatimizda ko'cha shapkalarini ham qilib berganmiz. Mana ko'rishingiz mumkin, ko'cha shapkalari ham juda ham go'zal holatda. Ko'cha shapkalariga ham faqatgina oq tunikalarimizdan foydalangan holda go'zal holatda qilib o'z nihoyasiga yetkazib bermoqdamiz. Ko'cha shapkalariga ham chokish tarnolarimizdan qo'yib berganmiz. Faqatgina tarnolarimiz mukri rangda. Azizlar, biz xizmatimizni faqatgina vodiy bo'lib amalga oshirayotgan edik. Endi Sirdaryo, Samarqand, Jizzax bo'lib ham amalga oshiryapmiz. Shu yerlardan bo'lsangiz ham ekrandagi raqamlarga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Ishimizni ko'rib o'z fikringizni kommentariyada qoldirib qo'ying.